Assalomualaikum aziz obunachilarimiz. Bugun Beltepada olgan obyektimizni so'killarni bitirganmiz. Sizlar bilan ko'rib chiqamiz birgalikda. So'kili Angola Black to'shadan bo'ldi. Shunaqa dizaynda yakunlab berdik. Ikkita stupenka va o'rtasini faska qilib berganmiz. Har bitta detalni. Ya tepalari ham polni chaqlangan. Faqat to'rtburchak faska bo'lgan, bu dumaloq emas, mana bu dumaloq bo'lgan. Tepasi to'rtburchak faska bo'lgan. E'tibor berasizlar. Faskalari juda ham chiroyli chiqqan. O'zining rangidek bo'lib chiqdi, xudo xolisa. Ham eshiklarini ham bitta korona qilib o'rab berdik. Katta darvozasini ham. Ichkariga o'zlarining xohishlari bo'yicha Saborlarga Ko'ksaroydan urib berdik. Ko'ksaroy ham xuddi shu fasonda bo'ldi mana. Ko'rishinglar mumkin. Ikkita stupenka, qopqoq. Mana bunisi dumaloq chaqlangan. Travertinga zarar yetmasligi uchun mana shuni qo'yib berdik. Bu yoqda zinalariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Mana shunaqa fasonda qilib berdik. Ko'rasizlarmi? Bir xil qilib sindirib berdik. Yo'llardan polni qilib berganmiz, podokonnilarigacha. Hozir o'tamiz yoqqa. Hozir yuvish ishlari ketyapti bu tarafda. Ko'rishinglar mumkin. Bu ham ikkita stupenkali, orasini chaqlab berganmiz. Bu xolisi naryo tarafini ham bitta ko'ramiz. Mana bu taraflari ham sindirilgan ko'ryapsizlarmi? Shuni odatiy qilib chiqarib berdik. Azizlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa yaxshi kuninglarda mana shunaqa chiroyli qilib bitirib beramiz. Bemalol direktga murojaat qilaverasizlar.